Boshimizning ikki yonidagi bu mitti tuzilmalar shunchaki quloq emas. Bu inson tanasidagi eng mukammal muhandislik durdonasidir. Siz eshitayotgan har bir tovush aslida havodagi ko'rinmas tebranishlardir. Ko'zimiz ko'ra olmaydigan bu nozik bosim o'zgarishini qulog'imiz soniyaning mingdan bir ulushida ilg'ab oladi. Quloq pardasidan o'tgan bu to'lqinlar tanamizdagi eng kichik 3 ta suyakchani harakatga keltiradi. Tasavvur qiling. Ular signalni kuchaytirib ichki chig'anoqqa, ya'ni haqiqiy mo'jizalar laboratoriyasiga yo'llaydi. U yerda minglab mikroskopik tuklar yashaydi. Ular fizik tebranishni sehrli tarzda elektr signallarga aylantirib, miyangizga bu musiqa yoki bu yaqiningizning ovozi deb xabar beradi. Lekin to'xtang. Eshitish quloq vazifasining faqat yarmi xolos. Ichkarida hayotingizni boshqaradigan maxsus suyuqlik kanallari bor. Siz yugurasizmi, sakraysizmi yoki tik turasizmi? Mana shu mitti tizim dunyoning ag'darilib ketmasligini va muvozanatni ta'minlaydi. U sizning shaxsiy navigatsiyangiz. Keskin tovushdan yurak tezlashishi, mayin ovozdan esa orom olishingiz tasodif emas. Quloqlarimiz bizni dunyo bilan bog'laydigan va xotiralarni shakllantiradigan eng nozik simlardir. Siz hozir bu videoni eshitayotgan ekansiz. Ichingizda minglab mitti ishchilar tinimsiz mehnat qilmoqda. Tanangizga rahmat aytib qo'ying. Ushbu mo'jizani yana kimlar ko'rish kerak? Videoni ularga yuboring va tanangiz haqida ko'proq bilish uchun bizga obuna bo'ling.